Shu yerdan o'zim tashlashim o'larmikanman ha? Sinab ko'rish kerak lekin o'lmasmikanman? Bilmadim, tashlab ko'raman lekin. Atak merdi ikkinchi qavat uyi cho'tki chiqdi bor. Umrimda bunaqa uy qurmagandim. Voy, bu nima qilmoqchi? Deb chiqmoqchi emasmi chiqilib. Ay jetal, qoch, u yoqda o'ynama. Qoch dedim men senga. Eshitmayapti. Men bu yerda ikkitasini nimadir qilyapti. Ha, bu yerga navbat kutilyapti merdi uyiga kirishga, ya'ni qabuliga. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha. Va sizlar meni yangi kanalimdagi yangi videodasizlar. Albatta, kanalga tez obuna bo'linglar, chunki zo'r kontentlarni o'tkazib yubormasliklaring uchun bu sizlarga kerak bo'ladi. Videoga esa like bosinglar. Bu sizlarga bilmayman nima kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi bugun o'tgan galgi qismni ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni o'tgan galgi qism ham bugun chiqdi o'zi. Bugun 3 ta video chiqdi-ku, yo 3 tami, 4 tami, xullas nechtadir chiqdi-ku. O'shani qaysidir bittasida men o merda o'yini qurgandim. Esingizda bormi yo'qmi bilmam. Ko'rgan bo'lmasanglar, ko'ringlar, ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. Qarochi ko'ringlar, tamom, boshda ortma qolaman. Xullas cho'tki qurganman, sizlarga ichlarini ko'rsataman. Mana bu yerda bitta shkafcha bor, bu yerda yana bitta shkafcha bor, bu yerda svet yonib o'chadi, bu yerda stulchak o'tirib, mazza qilib toza havo kerak bo'lsa, bitta ochib turib, nafas kimdir sasibdi deb yopib qo'yib qaytarib yana mazza qilib ishlab, bu yerda yotib, yostiq bu tomonda ekan. Yotsa bo'larki. Tak, xullas hammasi cho'tki, bu uyda yashash juda ham takoy, kayf qilib yashasa bo'ladi, yashashsa deb o'tibmanmi. Xullas, ana endi meni bilasizlar, o'tgan galgi qismda ham polizimni yig'ishtirgan bo'lsam, yana polizimdagi hosillar o'sib ketibdi. Bularni yana tozalash kerak. 100-qishloqqa to'yga borishim kerak edi-yu. Mayli, hozir shu ishlarni tugatib, siraz 100-qishloqqa jo'nab ketaman. Ya'ni merdi to'yiga. Bugun chiqsa kerak, merdi to'yi haqidagi video ham balki chiqqandir, balki ko'rgandir sizlar. O'shani yaxshilab e'tibor qaratib ko'ring. Qarochi, tak tapormi, belkurak kerak aytgancha bizga. Yo, belkurak deyapmanmi? Ketmon kerak poliz yig'ishtirish uchun. Poliz yig'ishtiraman, keyin esa jo'nayman mazza qilib. O'sha borib keyin mazza qilib merdi to'yida. Menimcha men katta ehtimol bilan to'yida ham boshlovchi, ham sozanda, ham xonanda, ham yana qanday kasb turlari bor. Ham ofitsiant, ham kuyov jo'ra, ham yana o'rtakash, yana qanday narsalar bor. Ham raqqosa. Xullas, hamma ishni o'zim qilsam kerak, chunki qishlog'imizda menda hech qanaqa unaqa vazifalar bajaradigan odam yo'q-da. Qanaqadir artist chaqirtirmoqchi edik, lekin artist yo'q deyishyapti. Mayli, o'ylab ko'ramiz, birorta odam topilib qolar, lekin mehmon aytishga bormasam bo'lgani, chunki mehmon aytish juda ham qiyin. Bor buni aytib kel, bor buni aytib kel, bor mana buni aytib kel, bor qaroch buyuraveradi janob mer. O'shaning uchun juda ham qiyin bo'ladimi deb o'ylayapman. Endi ko'ramiz-da. Xo'sh, ha Jital, qandaysan? Sizlarda 100-qishloqdagi merdi to'yi bo'lyaptimi? Ha, o'ylanyapti. Necha yoshga kirgan? Adashmasam 45-46 yosh atrofida. U bobo bo'lib ketibdi-ku, o'ylanib nima qiladi? Sen necha yoshsan? 38. Uylanganmisan? Yo'q, endi uylanaman. Unda gapirma, bor uzoqda o'yna. Tak, ana endi o'zi 38 ga kirib uylanmagani, bizni mer 40 dedim, 45 dedim, 48 dedim. Uylanmaganiga kuladi. Bitta zo'r maqol bor-ku, aytmayman, mayli. Aytsam noto'g'ri-da u qoida, yo'q, maqolda aytsam. Tak, ana endi biz jo'nab ketsak bo'ladi. Ha, Jo'xa, ketmoqchimisan? Ha, ketmoqchiman. Aytgancha esimdan chiqibdi, senga bir gap aytmoqchi edim zarur. Qanaqa gap? Nima aytmaysan vaqtliroq? Aytish kerak, tezroq ayt, nima gap? Ana nima deb qishloq markazidagi bino bor-ku. Ha, katta minorami? Ha, o'sha minorani ustiga bitta jitel chiqib olgan. To'g'rirog'i meni ukam. U o'zini o'sha yerda tashlamoqchi. Tashlamoqchi? Nima? Ostiga batuk qo'yganmi tashlashga? Yo'q, prosta o'zini tashlab yubormoqchi. Prosta tashlash uchun ham tagiga nimadir yumshoq tushishga kirat qo'yganmi? Yo'q, yerga o'zini otib yubormoqchi, o'ldirmoqchi, tentak. Ha, shunday demaysanmi? Hozir to'xta, men qutqarib kel. Qochay, yo'limga turma, qutqaraman hozir. Tak, qaysi telebashniya dedimi? Nima dedi? Hozir topamiz. Tak. Va ana, hoy Jetel, menga qara, tush yo'qdan sakrama, o'lib ketasan, tentak. Yo'q, tushmayman. Kerak bo'lsa o'zing chiqib kel. Men tushdi aytganim yo'q, shunday ham tushma deyapman men senga. To'xta, yaramasang. Nima bunaqa qilaveradi bu? Voy, tentakmisan? Voy, menga qara, hoy Jetel, sen bola chaqangni o'yla, o'zingni o'ylamasang ham, sen bola chaqangga keraksan. Tentak, hali o'ylaganim yo'q. Unda ota-onangni o'yla. Ota-onam yo'q. Tentak, nimaga ota-onang yo'q? Shaharda yashashadi ular. Nimaga tashamoqchisan? Tashama o'zingni. Unda meni uyimda ham berdi, uyda ham 2 etash qilib ber. Yo'q, bera olmayman. Unda tashlayman. Yo tashlasang tasha unda. Mayli, unda tashlash kerak bo'lsa, mana tashaveramiz. Qarab tur, ko'rasan tashlashni. Hozir qarab tur. Men uchaman. Shu tentak rostdan ham o'zini tashlab yubordimi? Voy garang. Tirikmisan?
Ay boshim, ay qo'lim ham sindi, yo, tushmayapti tezga. Hozir boraman. Voy, tushi yetmay turgandi. Endi buni davolatish kerak. Obbo, aytganini qilsam bo'lardi, ikkinchi qavat qurib berib. Voy, nima bo'ldi senga? Boshim og'rib ketyapti, qo'lim sindi, yo. Oyog'ing ham singandir, qarachi. Ha, qonyapti oyog'im ham. Tentak, men senga sakrama dedim-ku. Endi iloj yo'q. Menga 2 qavat bino qilib bersang, qilib ber. Bo'lmasa menga aytib beraman. To'xta, qurib beraman. Mana shu uy meni uyim, shu yerda qurasan. Davay, men ketdim, balisaga borib kelay. Boshim yomon og'rib ketyapti. Qurib ber, bo'lmasa sen ustiga yozib beraman. Bo'ldi, quraman, shantaj qilma. Oho, ikkinchi qavat qurib ber dedi. Obbo, yaramas. Zarilmidi menga mana shunaqa problema, sandiqda nima bor? Oho! Menda yo'q narsalar bunda bor ekan. Yomon bo'y ekan bu pismiq jitel. Endi bunga 2 qavat bino qurish kerak. Hatta men uy baribir cho'tki chiqqan. Bilmadim endi. Bunga qanday 2 qavat qilaman binosini. Aytgancha uni ikkinchi qavatga qo'yishga menda anovlar yo'q, nima edi? Mebellar yo'q, pul yo'q mebel zakaz qilish uchun. Nima qilsam bo'larkin? Oddiy mebellar topish kerak qayerdandir. Bitta eshigim bor, eshik bor hozir, eshik problema emas. Tak, bir ikkita narsalar bor, yana bir ikkita narsa yig'ishtirib kelish kerak bor. Daraxt bilan tosh olib kelishim kerak. Lekin aytganimdek mebel problema. Menimcha o'zimning uyimdagi mebellar qo'yib beramanmi deymanda, chunki baribir o'zimning uyimda bilasizlar yashamayapman. Ancha paytdan beri 100-qishloqqa ketaman baribir. O'shanga bemalol bunga tashib ketsam bo'ladi. Mebellarimni qo'yib beraman uyga. Mazza qilib yashasin, shu onasini emsin, meni asabimni buzmasdan. Nima kerak shu yomon anov bo'lib ketyapti nima edi? Nima deylardi shunaqa odamlar? Terpilla bo'lib ketyapti jetellar. O'zi yiqildi, ko'rdinglar? Men unga yiqildi ham yo'q, chiqib itarib o'rganim yo'q. O'zi xohishi bilan yiqilib tushyapti. Yana men aybdor unga 2 qavat uy qurib bermaganim uchun. U nima tushunmadim baribir. Hozir bu yerda kimda ayb tushunmadim. Shunda sizlar kommentariy yozinglar, chiqani kimda ekan ayb. Men hozir o'zimda aybdor his qilyapman, to'g'risi. Aybdor bo'lmasam ham. Lekin aybdor bo'lib turib, aybdor bo'lmaganimda aybdorligini aybdor bo'lib ketdi bu yog'i. Xo'sh, okey, normalli. Ana endi hop, borib uy qurishni boshlaymiz, janob jetel bachchaga. Shunaqangi qilishini bilganimda bor-u, yaramasdi, abjag'in chiqarib yuborardim. Tak, hozir qayerdan mebel olsam bo'ladi? Mebel yo'q hamda hech qayerda, onalarni ko'rsin. Borib uyimdan bir ikkita narsa yasab kelaydi aytgancha. Narvon kerak bizga. Keyin yana nima kerak edi? Xo'sh, narvon kerak, yana nimadir kerak edi, adashmasam. O'sha narsalarni yasashim kerak tez-tez. Xo'p, tak, hammasini taxtaga aylantirib olamiz. Mayli, merdan qarzga pul olamanmi yoki boshqa joydan pul topib olamanmi? Xullas bilmadim. Pulni qayerdandir topish kerak edik. Xo'sh, hammasidan emas, yarmidan cho'p olsak, nechta bo'ladi? 20 ta cho'pdan ana endi bizga narvon. Tak, yo'q, bir 6 ta yetadi bizga. O'zi 6 ta berar ekan. Yana nima yasash kerak? Deraza yasash kerak. 2 ta, 4 taga yetmay qolar ekan. Tak, 4 ta, 6 ta olaylik. Menimcha yaxshi bo'ldi, yetadi. Ana endi borib qurishni boshlaymiz. Agar pul topa olmasam, o'zimning uyimdagi mebellarni olib borib uni uyga qo'yib beraman. Xo'sh, uy qayerda edi? Yaramas jetel bachchani. Shu kerakmi-da? U bola chaqangni asra, o'zingga hech nima qilmaydi, mayli o'zing o'lib ketsang o'lib ket desam, bola chaqam yo'q deydi. Voy, oyog'im basharangga tegsin. Yomon kirisa bor-u, вообще kirisa bo'lar. Mana ustimni paka olib turaylik, agar ag'nab tushsa lekin dabdala bo'ladi. Ag'nab tushmasdan oldin sirasi meni qo'yib yubordik. Yo, adashdim-o, yo adashib qo'yib yubordim. Ha, mayli, nechi endi nima ham dedik. Mana bu yerdan bitta blok topib tashlaymiz. Qaranglar, mana shu yerdan tepaga chiqib boriladigan yo'l bo'ladi. Lekin blokni xato qo'yib yubordim-da. Mayli, yonida yana bir qator qo'yar ekanmiz. Lekin g'alati bo'lib qoldi hozirroq. Mayli, bu tomonda olib tashlaymiz va o'rniga qaytarib hozirgi zaborlar qo'yib chiqamiz yana. Ya'ni nima deyiladi? Zabor, sizlar tilinglarda, bizning tilimizda zabor deyiladi. O'zi zabor bo'lgandan keyin zabor deyiladi. Nima? Zaborni qabor yoki pabor demaydik. Tak, nechta narvon yetar ekan, ikkita o'rtib ham qolar ekan. Tak, chekkadagi mana bloklarni olib tashlash kerak ekan. Da, olib tashlaymiz. Nayloj olmasak bo'lmaydi, chunki g'alati turibdi. Hop. Okey, nechta bor ekan bu blokdan? Bu blokni ishlatib yuborsam bo'ladimikan qandaydir joyda? Ustida eng tepa qismini ishlatib yuborsam bo'ladi. Lekin juda katta uy bo'lib ketmasligi kerak. Katta uy qilib berishim uchun juda ham katta, ko'pgina blok kerak bo'ladi menda. Menimcha shu bir qismga sig'maydi-yo, bunga uy qurishim. Mayli, narigi qismda ishlatib yuborsak ham, narigi qism qilib yuborsak ham bo'ladi. Tak, okey, hammasi zo'r. Ana endi bizga kerak bo'ladi. Endi bizga kerak suv. Okey. Tak, 1 2 3. Bu tomon ham 1 2 3. Tak, yana bu tomonga
1 2 3 yaxshi. Yana qayerda qilsak bo'ladi? Bu yergacha kelmaydi. Bu yoqqa olib kelmayman. Kichkinaroq qilaman. Tak, ikkita, uchta blok olib kelsak 1 2 Da bu yerda toshim bor-da ya. Uzr. O'zimga o'zim uzr so'rayman, chunki hayajonlanib ketdim-da o'zim. O'zim hayajonlanib ketganim uchun o'zimdan uzr so'rayman. Tak, qaranglar, bu mana bu yergacha kelarmikan? Tak, bu yerga kelsa bitta, ikkita, uchta. Tak, bu mana bu yerga kelgandan keyin bu yerga keladi. 1 2 3ta. Normali 4ta nima qilyapsan desanglar, ustini yopamiz-ku baribir. O'shanga kerak bo'ladi. Tak, 4ta bo'ldi, всё. Endi asta tushamiz pastga, asta tushdik. Normalniy. Okey. Yep. Stop. O'zim turganimga qo'ymabman-ku tepasiga bir qator. Mayli, hozir bu tomondan qo'yib kelamiz. Tak, okey. Bu tomonni ham xuddi shunday. Okey. Yaxshi. Zo'r, dahshat. Prosta bomba deydi-yu. Xo'p, ana endi buni olamiz bu yerdan, yaxshisi, chunki juda g'alati turibdi. Okey va yana bitta okey. Juda ham ajoyib bo'ldi. Eshik qayerdan qoldiramiz? Eshikni qaranglar. Menda eshik bor, mana. Eshik qo'limda turibdi. Menimcha shu yerda eshik qoldirsak juda ham zo'r bo'ladi. Tak, ana endi taxtalar qo'yib boshlaymiz. Tak, okey. Yaxshi. Bu yerga deraza shart emas. Atak, mana bu yerga bitta deraza qo'yib, ikkita deraza qoldirib ketamiz bu yerdan. Tak, ichkariga kirib olaylik. Eshik qo'yganman, u eshikdan kirsam bo'ladi. Tak, hozir o'zimni qiynab o'tiraman. Shunday qo'yib turib, shunday qilib borsam, уже takoy. Bundan takoy ne takoy bo'lib ketadi, bundan takoy. Mana. Tak, bu tomonga qayerga qo'ysak bo'ladi oynani? Tak, mana shu yerdan bitta, bu yerdan bitta va mana bu yerdan bitta. 3ta bo'lib ketdi, lekin menda 4ta oyna bor. Bitta ortiqcha. Bittani hozir boshqa joyga qo'yamiz. Qaranglar, bittani mana bu yergami yo qayerga qo'ysak bo'ladi? Bitta mana bu yerga qo'ysak bo'larmikan? Mana shu yerga qo'yib yuboramiz bittani. Tak, muhim ortib qolmasligi kerak. Tak, ana endi tepani yopamiz. Xullas, keyingi qismga qoladimi deyman-da bu yog'i.